Meni oyim majburlagandan keyin sen majbur bo'lgansan. Shuning uchun menga uylangansan. Bo'ldimi? Ha. Qalaysan? Yaxshimisan? Namchi qolib ketding? Ha, buni topishni o'zi bo'lmadi. Olib keldingmi? Nima bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Xudoga shukr, qilganlarim kor qildi. Olib keldim. Amakimish. Arzimagan gapga siqilmang, qo'ying. Xotiningiz meni bolamni yomon ko'radi. Ta'sir qiladimi? Ozginasini o'zi yetadi. Qara, o'ldirib qo'yma. Necha soat uxlaydi? 1 sutka uxlaydi. Oyijon, Oyijonlamang. og'zimdan chiqib ketyapti. Tikib qo'ying moqsiysi. Sodiq Turg'unov yonariga chiqing. Bo'ling. Sodiq Turg'unovichmish. Sodiq amaga desam bo'lmaydimi? Ta'sir qilmasa-chi? Xavotirlanma, ta'sir qiladi. Menga ishon, sinalgan. Seni ishing bo'lmasin. Bu isqirtni nimaga xonangizga kiritdingiz? Yo, nimanga katta ketasan? Otang qishlog'ini bir oddiy odami bo'lsa, xuddi knyazlarning qiziday o'zingni katta tutasan? Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan So'nggi bor yoxud Kechir 2 serialining 65 qismini batafsil tahlil qilamiz. 64 qismdagi voqealar shunchalik qizgin bo'lganki, 65 qismda vaziyat yanada keskinlashadi. Tayyor bo'ling, chunki bu qismda ko'plab sirlar fosh bo'la boshlaydi va oiladagi kuchlar muvozanati butunlay o'zgaradi. Keling, eng muhim voqeadan boshlaylik. Avvalgi qismda bir ayol erini aldab uxlatish uchun dori sotib olganini ko'rgan edik. Uning fikricha, eri uni sevmagan, faqat onasining majburlashi bilan turmush qurgan. Endi esa u o'sha dorini ishlatishga qaror qiladi. 65 qismda bu harakat qanday ayanchli oqibatlarga olib kelishini ko'ramiz. Ayol dorini erining ovqatiga soladi. Dastlab hammasi o'ylagandek ketadi, eri uxlab qoladi. Ammo bir necha soat o'tgach, uning nafas olishi og'irlashadi, yuzi oqarib ketadi. U endi oddiy uyquda emas, hushidan ketgan holatda yotadi. Uyg'otishga urinishlar hech qanday natija bermaydi. Xotin vahimaga tushadi, lekin kech bo'ladi. Eri yiqilib tushadi va butun xonadon shovqinga to'ladi. Kasalxona sahnasi juda keskin o'tadi. Shifokorlar tekshiruv o'tkazib, odam organizmida kuchli sedativ dori borligini aniqlashadi. Uyqusizlik uchun oddiy dori emas, balki ataylab berilgan modda ekanligi ma'lum bo'ladi. Shu paytdan boshlab butun oila shubha ostida qoladi. Oyijon kasalxonaga yetib keladi va birinchi bo'lib kelinni ayblay boshlaydi. Uning ko'zlaridagi qo'rquv va aybdorlik hissi hammaga yaqqol ko'rinadi. Ammo kelin o'zini tutib, hech narsa bilmasligini aytadi. Bu orada eri hushiga keladi, lekin nima bo'lganini eslay olmaydi. U shifokorlarga o'zini yaxshi his qilayotganini, hech qanday dori ichmaganini aytadi. Ammo tekshiruv natijalari yolg'on gapirishga imkon bermaydi. Endi esa Oyijon imperiyasining ikkinchi tomoniga, biznes va moliyaviy ishlarga o'tamiz. 64 qismda Abzal Oyijonning 150 million so'mini ruxsatsiz ishlatib, yer sotib olishga kirishgan edi. 65 qismda uning bu hiylasi qanday oq uzganini ko'ramiz. Abzal o'zini juda aqlli deb hisoblaydi. U arzonroq yer topdim, tejab qoldim deb o'ylaydi. Ammo uning sherigi Zuhra asl qiyofasini namoyish qiladi. Zuhra Abzalga qo'ng'iroq qilib uchrashuvga chaqiradi. Uchrashuvda Zuhra aniq va qo'pol tarzda gapini aytadi. Men bu ishdan o'z ulushimni olaman. Agar menga kerakli foizni bermasang, Oyijonga hamma narsani aytib qo'yaman. Abzal bu tahdidni eshitib, rangi oqarib ketadi. U Oyijonning fe'l-atvorini yaxshi biladi. Agar Oyijon uning ishonchini suiiste'mol qilganini bilsa, nafaqat ishdan, balki oiladan ham haydalishini tushunadi.
U Zuhrani kondirishga urinadi, va'dalar beradi, lekin Zuhra tinchimas. U Abzalni burchakka qisib qo'yganini yaxshi biladi. Bu voqea Abzalni juda qattiq stressga soladi. U uyiga qaytganida xotini uning holatini payqab, nima bo'lganini so'raydi, lekin Abzal hech narsa demaydi. U endi ikki ot orasida qolgan. Bir tomonda Oyijonning gazabi, ikkinchi tomonda Zuhraning shantaji. Keling, endi kelinning ahvoliga qaraylik. Oyijon uni soxta ism bilan Nazokat Botirova qilib, boshqa uyga xizmatkor qilib ishlashga majburlagan edi. 65 qismda bu yolg'on hayot uning uchun qanday azobga aylanganini ko'ramiz. Kelin har kuni ertalab oz uydan chiqib, boshqa uyga borib, begonalarning idish-tovoqlarini yuvadi, pollarni artadi, kirlarni yig'ishtiradi. U o'zini pastkash, qadrsiz his qiladi. Bir kuni esa eng qo'rqqan narsasi yuz beradi. U ishlayotgan uyda oz tanishiga duch keladi. Tanishi uni tanimaslikka harakat qiladi, lekin kelinning uyati va xorligi chegaraga yetadi. Shu payt u o'z hayotini qayta ko'rib chiqishga majbur bo'ladi. U bu qadar xorlikka chidash kerakmi? O'z qadr-qimmatini yo'qotib, boshqalarning tagida yurishga arziydimi? Bu savollar uning ichini kemira boshlaydi. Endi Sevara va Javlon haqida ham bir oz to'xtalib o'taylik. 64 qismda Sevara otasidan ish so'ragan edi. 65 qismda otasi unga ofisda stajyor sifatida ishlashga ruxsat beradi. Sevara juda xursand bo'lib ishga kirishadi. Ammo u tez orada bu ofisdagi ishlar unchalik toza emasligini seza boshlaydi. U kattalarning shubhali muzokaralariga guvoh bo'ladi, raqamlar va hisob-kitoblar orqasida qandaydir yashirin maqsad borligini tushunadi. U bu haqda otasiga aytmoqchi bo'ladi, lekin gapirishga jur'at eta olmaydi. U endi ikki ot orasida, bir tomonda oilaviy sadoqat, ikkinchi tomonda adolat va haqiqatni bilish istagi. Javlon esa Oyijon ochishga majbur qilgan soxta kompaniyada butunlay adashib qoladi. U hisob-kitoblarni tushunmaydi, raqamlar bilan ishlashni bilmaydi. Oyijon undan hisobot talab qilganida Javlon chalgib, noto'g'ri javob beradi. Oyijon uning yuziga qarab, "Sen ham menga xiyonat qilyapsanmi?" deya so'raydi. Javlon esa nima deyishini bilmay jim qoladi. Oyijon unga ishonchini butunlay yo'qotadi va boshqa yo'l bilan pul o'tkazishni boshlaydi. Qismning eng keskin sahnalaridan biri Oyijonning uyidagi katta yig'in. U barcha oila a'zolarini yig'ib, kasalxona voqeasi va yo'qolgan pullar haqida so'ray boshlaydi. Uning ovozi baland, ko'zlari olovday. U har bir oila a'zosidan alohida javob talab qiladi. Kelin qo'rqib, ovozi chiqmaydi. Abzal esa Zuhra haqida hech narsa demaydi. Javlon esa o'zini oqlay olmaydi. Aynan shu paytda old eshik ochiladi. Xonaga Oyijonning eri, ya'ni chol kiradi. U bir necha kundan beri yo'q edi, hamma uni kutayotgan edi. U ichkariga kirib, hamma joyda tartibsizlikni, yigilgan oilani, Oyijonning qattiq qiyofasini ko'radi. U bir zum jim turib, hammaga qaraydi. Keyin esa Oyijonga yuzlanib, sekin, lekin qat'iy ovozda so'raydi: "Mening pullarimga nima qilding?" Bu so'z xonada shunday sadolanadiki, hamma bir zumda jim bo'lib qoladi. Oyijon ilk bor o'zini yo'qotadi. U javob topa olmay erining ko'zlariga tikilib qoladi. Sholning bu savoli uning barcha rejalari, hiylalari va nazorati ustidan qo'yilgan katta nuqtadek bo'ladi. Qism aynan shu yerda tugaydi. Oyijon va eri o'rtasidagi kuchlar muvozanati butunlay o'zgargan holda. Xulosa qilib aytganda, 65 qism bu sinish nuqtasi. Oiladagi barcha yashirin sirlar, ishonchsizliklar va yolg'onlar yuzaga chiqa boshlaydi. Oyijon o'zini hamma narsaga qodir deb hisoblagan bo'lsa-da, endi u eng yaqin odamlardan kelayotgan xiyonat bilan yuzma-yuz keladi. Uning imperiyasidagi yoriqlar tobora kengayib bormoqda. 66 qismda esa er-xotin o'rtasida katta urush boshlanadi. Oyijon o'z mavqeini saqlab qola oladimi? Abzalning siri fosh bo'ladimi? Kelin esa qadr-qimmatini qaytarib olish uchun qanday qadam tashlaydi? Bu savollarning javobini 66 qismda ko'ramiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, qo'ng'iroqchani bosing, shunda yangi qismlar haqida birinchi bo'lib xabar olasiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Yana ko'rishguncha, xayr.
haqorat qilgani uchun Marozni omma oldida ishdan haydadi va jasorat bilan e'lon qildiki, Nazokat uning bo'lajak xotini va tez orada kompaniyani boshqaradi. Bu hamma ofisdagilarni hayratda qoldirgan kuchli harakat edi. Shu bilan birga Zulfiya Rustamga homilador ekanligini aytib, eng katta bombani tashladi. Ammo quvonch o'rniga uning xabari shok va shubha bilan kutib olindi. Ayniqsa Nodira opa tomonidan u darhol Zulfiyani Rustamning merosini qo'lga kiritishga urinayotganlikda aybladi. Keyin Farhod bor edi, u xotini uchun gullar buyurtma qildi. Faqat Ogil uni shubha bilan kuzatib, gullar o'tkaza boshlaydi. Ogil jasur, ammo ikkilanib oz joyida turadi va aytadi: "Men onamsiz hech qayoqqa ketmayman." Bu bola haqiqatan ham bu oilaning yuragi va uning ko'zlaridagi og'riqni ko'rish mumkin, chunki u ota-onasi o'rtasida tanlov qilishga majbur. Buni tomosha qilib, Zulfiya nihoyat gapirib, eriga aytadi: "Agar oilani buzmoqchi bo'lsang, yolg'iz o'zing buz. Bolalarim va men shu yerda qolamiz." Va shu bilan u o'g'lini olib ichkariga kiradi, erini hovlida yolg'iz qoldirib. Bu Zulfiyadan kuchli bir lahza va rostini aytdi. Men olqishlashni xohladim. Ammo uydagi drama hali boshlanishi. Keling, ofisga boraylik, chunki bu yerda ishlar yanada qiziqarli bo'ladi. Nazokat malikadek keladi va Marozga bo'lgan voqeadan keyin hamma uning atrofida ehtiyotkorlik bilan yuradi. U Afzalning xonasiga kiradi va biz uning butunlay boshqa tomonini ko'ramiz. Afzal bilan yolg'iz qolganda, u yumshoq, minnatdor va hatto biroz zaif. U uni himoya qilgani uchun minnatdorchilik bildiradi va hech qachon uning uchun hech kim bunchalik turmaganligini aytadi. Afzal uning qo'lidan ushlab, bundan buyon u doimo unga ega bo'lishini aytadi. Bu aslida shirin bir lahza va siz ko'rishingiz mumkinki, barcha ofis siyosatiga qaramay, bu ikkalasi bir-biriga chin dildan qayg'uradi. Ammo ularning romantik lahzasi bir xodim taqillatib, pastda muammo borligini aytishi bilan to'xtatiladi. Maroz binoga kelib, mas'ul Birov bilan gaplashishni talab qilib, janjal qilayotgan ekan. U jim bo'lib ketmayapti. Pastda Maroz qabulxonada vahima qo'zgab, adolatsiz ravishda ishdan haydalgani haqida baqirib, adolat talab qilmoqda. Kichik bir olomon yigilib, ega bo'ladi. Kechqurun kimdir uning eshigini taqillatadi. U ochganda eshik oldida Marozning eri turibdi. U umidsiz ko'rinadi va Afzalga aytadiki, Maroz ishini yo'qotganidan beri oilasi buzilish yoqasida. Bolalar savol beryapti va Maroz yotoqdan turmayapti. U Afzaldan qayta ko'rib chiqishni, unga yana bir imkoniyat berishni yolg'onchi, lekin Maroz uchun emas, balki bolalar uchun. Afzal jimgina tinglaydi va bir lahza siz uning ko'zlarida ichki kurashni ko'rishingiz mumkin. U yirtqich hayvon emas. Bilan tugaydi. Bu meni keyingi qismgacha kun sanashga majbur qilmoqda. Rustam va Zulfiyaning nikohi Nodira opaning zaharli so'zlari tufayli sochga bog'liq bo'lib turibdi. Farhodning sirli keksa ayol bilan uchrashishi uning o'tmishi haqida juda ko'p savollar tug'diradi.
Afzal, hatto Maroz buni o'ziga o'zi qilgan bo'lsa ham, bir oilani buzishning aybi bilan kurashyapti. Va Ogil qo'lida hamma narsani o'zgartirishi mumkin bo'lgan sirni ochadigan manzilni ushlab turibdi. Bu serialda meni hayratga soladigan narsa har bir qahramonning juda ko'p qirrali ekanligi. Hatto nafratlanish oson bo'lgan Marozning ham hozir uning harakatlari tufayli azob hozir televideniyedagi eng yaxshi yovuz qahramonlardan biri. Xo'sh, sizningcha keyin nima bo'ladi? Farhod uchrashgan ayol kim? Rustam o'ziga kelib Zulfiyaga ishonadimi yoki Nodira opa ularni bir-biridan ajratishga muvaffaq bo'ladimi? Va Ogil bu manzil bilan nima qiladi? O'z nazariyalaringizni izohlarda yozib qoldiring, chunki men sizning fikringizni eshitishni juda xohlayman. Agar sizga ushbu eslatma va sirli ma'lumot yoqqan bo'lsa, iltimos, like tugmasini bosing va kanalimga obuna bo'ling. Shunda 57 qism chiqqanda mening keyingi videomni o'tkazib yubormaysiz. U chiqishi bilanoq men hammasini siz uchun tahlil qilish uchun shu yerda bo'laman. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat va keyingi safargacha ko'rishguncha. Xayr. Serialining 50 qismiga qisqacha nazar tashlaymiz. Chunki 51 qismdagi barcha voqealarni to'liq tushunish uchun avval nima bo'lganini bilishingiz kerak. Ishoning. Lekin kech. Qaror qat'iy. Nosir sud zalidan boshi baland chiqadi, lekin ko'zlarida charchoq bor. U jangda g'alaba qozondi, lekin oilasining kelajagi uchun kurash hali tugamagan. Va oxirgi sahnada Nosir Ayshani uyiga olib keladi. U sohiba kutib turgan eshikni ochadi va qizini yangi xotini bilan tanishtiradi. Sohibaning yuzida hayrat va noaniqlik
aralash ifoda paydo bo'ladi, lekin u tiz chokib jilmayadi va kichkina qizni mehr bilan kutib oladi. 50 qism mana shu yangi, nozik oila birga turgan holda, ularni nima kutayotganini bilmagan holda tugaydi. Va ularni nima kutayotgani albatta biz 51 qism. Ammo onaning advokati Nosirni qasoskor va zolim qilib ko'rsatishga urinadi. Hammaning yuzida og'riq bor edi. Bu oila parchalanmoqda, kichkina qiz esa mana shu urushning o'rtasida qolgan. Shu orada Nosirning katta ogillari o'z muammolari bilan kurashmoqda. Ular otasi tomonidan uydan haydalgan, chorasiz va sarosimaga tushgan. Ulardan biri Ilhom alohida sud jarayoniga duch kelmoqda, hayotini shunchalik qiyinlashtirdiki, u ketishga majbur bo'ldi. 5 yil davomida u bolalarning kelishini kutib eshikka qarab yashadi, lekin hech kim kelmadi. Sudda Zulfiya o'zini himoya qilishga urindi, lekin mahalla oqsoqoli Nozima hozirgina ishdan yashashimiz kerak deydi. Hamma qotib qoladi. U haqiqatan ham shuni aytdimi? Zulfiyaning rangi oqarib ketadi. U o'z o'g'li uning ustidan xotinini tanlashiga ishona olmaydi. Mayman. Men faqat ishlashni va o'rganishni xohlayman. Iltimos, boshqa bunday qilmang, deydi. Latadi va Nosir eshikni ochganda, u tiz chokib yiglay boshlaydi. U, ota, iltimos meni kechiring. Men xato qildim. Men sizga yomon munosabatda bo'ldim. Iltimos, uyga qayting. Men va'da beraman, hammasi boshqacha bo'ladi, deydi. Nosir butunlay hayratda qoladi. Butun kuchi Malikaning Sanjar va Guzol haqidagi orzusi bilan rostlikni aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida
dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari, uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetish kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi, jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun 101 qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. Bir 100